شهرستان آبدانان 15 دی‌ماه. Eronda norozilik namoyishlari hamon davom etmoqda. Bildirilishicha, eronlik namoyishchilar birinchi shaharni egallashga erishdi. Kuch ishlatar organ vakillari ham ular tomoniga o'tgani xabar qilinmoqda. Mahalliy ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, Ilan viloyatidagi Abdanan shahri Eron Islom Respublikasi hukumati nazoratidan chiqqan birinchi shahar bo'ldi. Namoyishchilar Abdanadagi politsiya boshqarmasi binosini egallab, shahar ustidan to'liq nazorat o'rnatishgan. Shahar politsiyachilari bitta ham o'q uzmasdan taslim bo'lib, namoyishchilarga qo'shilgan. Bundan tashqari, namoyishchilar Malikshahiy shahrini ham o'z nazoratiga olishga muvaffaq bo'lgani hamda xavfsizlik kuchlarini shahardan siqib chiqargani xabar qilinmoqda. Ammo bu hozircha rasman tasdiqlanmagan. Shuningdek, Tehronning eng yirik bozorlarida minglab savdogarlar ham rejimga qarshi shiorlar bilan norozilik aksiyasi o'tkazishdi. Bu voqea 3 kun avval Oyatulloh Ali Xomanaiy tomonidan berilgan bayonotdan keskin farq qiladi. Oyatulloh o'z bayonotida savdogarlarni islomiy rejimga eng sodiq qatlamlardan biri deb atagan edi.